Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 16 aprel haftaning chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kuni ertalab hozirgi vaqtda 4:30-5 ta bozor boshlanyapti. Kunduzi rasa borsa 11 gadir bozor tugaydi. Shuning uchun vaqtliroq kelaverasizlar. Bozor manzili etildi. Bu akaning ko'ylak mahsulotlari nech puldan deyapsiz aka? 50 ming, 75 ming, 45 mingdan bo'ldi. Va 100 mingli dovilar. Dovi deganlar. Mana shular hozir 100 ming so'm aka? 100 mingligi dovi degan material. Xo'p, dovi degan material ekan, 100 ming so'm ekan, pachkaga ham donagami? Pachkaga ham donaga ham beraveraman. Pachkaga ham donaga ham shu narxi? 95 qilib beraman. Pachkaga. Ha. Xo'p, nima aka? Razmer nechtalik buni? 56 gacha. Nechidan? 48 dan. 48 dan 56 gacha razmer. Ha. Vaqi ham shunaqa, 48 dan 56 gacha. Xo'p, bu taraflarimiz nech puldan? 45 ming hammasi splashnoy. 45 ming so'mdan pachka narximi, dona narximi? Pachka narxi. Donaga nech puldan? 50 ming so'm ekan donaga, pachkaga 45 ming so'm ekan. Bular ham xuddi shunaqa. Ha, bir xil. Endi bu tarafi Mana u kupra degani mana bambu nimani xibini kuprasi 75 mingdan. Mana shu xibi 50 mingdan. Mana ular shtampil mana koreyskiy material 40 mingdan beryapmiz pachkaga. bular pachkadan narxda aytishdi. Donaga olishsa, Donaga 80 ming so'm, Ha. 5 ming so'm qimmat bo'ladi. bunisi nech pul bo'ladi? 55 bo'ladi. 55 50 pachkaga. Ko'rishasiz. Qaysi bir 100 ming so'm. Ko'rori, beraymi? Ko'rori 75 pachkaga shular. Telefon nomeringiz? 91lik. Hop, 144 hop. 80 87. Bu nech pul? Shu bir xil 40 ming pachkaga selen koreyskiy material. Selim koreyskiy material ekan. Donaga nech puldan? 45 ming dona. 45 ming so'm ekan. 100 ming so'm. Donaga 45 ming so'mdan. Doviy material. Kelaverasizlar shunaqa narsalar. 300 mingligidan.